Aholi o'rtasida fasllar almashishi bilan qayd qilinadigan yuqumli kasalliklar tarqalishining oldini olish bo'yicha tizimli ishlar olib borilishiga qaramasdan, aholi o'rtasida sariq kasalligi nomini olgan virusli gepatit A kasalligining qayd qilinishi sir emas. Virusli gepatit A kasalligi yil davomida uchrashi mumkin. Ayniqsa kuz va bahor fasllarida bu kasallik avj olishi kuzatiladi. Virusli gepatit A kasalligi iflos qo'llar kasalligi hisoblanib, alimentar yo'l bilan yuqadi. Bolalarning qo'llarini yuvmasdan ovqatlanishlari, meva sabzavotlarni toza suvda yuvmay iste'mol qilishlari, qaynatilmagan suvni ichishlari, shuningdek turib qolgan ochiq suv havzalarida cho'milishlari, usti dasturxon bilan yopilmagan pashshalar qo'ngan oziq-ovqat mahsuloslarini iste'mol qilishlari natijasida kelib chiqadi. Kasallik jigar to'qimalarining shikastlanishi bilan kechadi. Kasallik ko'proq 2 yoshdan 15 yoshgacha bo'lgan bolalar o'rtasida uchraydi. Qayd qilingan bemorlarning 80-85% bog'cha va maktab yoshidagi bolalarga to'g'ri keladi. Bundan ko'rinib turibdiki, maktab va maktabgacha ta'lim tashkilotlarida filtr, bolalarning shaxsiy gigiyenasi, maktabning sanitariya holati to'g'ri tashkillashtirilmasa, kasallikning ommaviy tarqalishiga olib kelishi mumkin. Virusli gepatit A kasalligi virusni yuqtirib olgan bemorda holsizlik, ishtaha pastligi, ko'ngil aynishi, ba'zi hollarda ovqatdan keyin qayd qiladi, tana harorati ko'tariladi, uyquchanlik, grippga o'xshash holatlar kuzatiladi va ko'z oqi, pastki qovoq shilliq pardasi, terining sarg'ayib, peshobning rangi qizarish kabi holatlar kuzatiladi. Shuni alohida ta'kidlash joizki, keyingi yillarda kasallikning sariqlik belgisiz turi ko'proq kuzatilmoqda. Virusli gepatitlar asoratlari bilan xavflidir. Kasallikning belgilariga befarq qarash va barcha yoshdagi bemorlarda vaqtida zarur muolajalar choralarini ko'rilmagan natijasida jigar yetishmovchiligi, jigar sirrozi, xolesistit va osteonevrotik sindrom kabi og'ir asoratlarni yuzaga keltirishi mumkin. Shu sababli kasallik belgilari kuzatilgan taqdirda zudlik bilan shifokorga murojaat qilish zarur. Kasallikning aynan shu davrida bemor o'zi bilmagan holda virusli gepatit A virusini boshqalarga, ayniqsa oila a'zolariga yuqtiradi. Virusli gepatit A kasalligining yuqish xavfi kasallikning yashirin, boshlang'ich davrlari hamda klinik belgilari yuzaga kelgan vaqtda bo'ladi. Viruslar bemorning so'lagi, siydigi va najasi bilan ko'plab miqdorda ajratib chiqariladi. Shu bois bemorlar foydalangan idishlar, choyshab, yostiq jildi, kiyim-kechak, o'yinchoqlar, so'rg'ich, hojat anjomlari, bemorlardan qolgan ovqatlar virus bilan zararlangan bo'lishi mumkin. Shu bois bu idishlarni maxsus yuvuvchi vositalari bilan yaxshilab yuvib, uydagi eshik tutqichlari, pollar va umumiy foydalanuvchi boshqa buyumlarni yuvuvchi yoki zararsizlantiruvchi vositalar yordamida tez-tez artib turish lozim. Esda tuting, kasallikning yuqishining oldini olish uchun shaxsiy gigiyena qoidalariga rioya qilish, ayniqsa ovqatlanishdan oldin qo'llarni sovunlab yuvish, meva va sabzavotlarni toza suvda yuvib iste'mol qilish, suvni qaynatib ichishga odatlaning. Hurmatli ota-onalar, farzandlarimizning salomatligiga befarq bo'lmaylik, farzandlarimizni o'z vaqtida emlataylik.